O'sha kuni birinchi tergov bo'lgan kuni man narkoz holatida edim. Shohruxga nima deganimni bilmayman. Achchiq ustida og'riq bilan alam ustida nima desam dedim. Lekin Shohrux aralashgan yo'q. Mani urgan yo'q, so'kkan yo'q. Hech narsaga aralashgan yo'q. O'shaning uchun Shohruxga ozodlik berishlarini so'rayman. Unga da'voy dostonim yo'q. Shuni inobatga olishlarini so'rayman, iltimos. Shohrux utyapti, er-xotin urishdik-ku, og'riqlarimga chidolmasdan Shohruxga ham qo'shib yubordim. Shohrux o'zim ukamni yeb qo'ygan, banamni ko'tarib yuraverdi uch kun. Er-xotin janjali bu. Shohruxga adovatim yo'q. Hech kim majburlagan yo'q bu videoni olishga. Men hech kim majburiyatsiz o'zim xohishim bilan aytyapman. Shohruxga ozodlik berishlarini so'rayman. Shohrux utyapti, er-xotin urishdik-ku, og'riqlarimga chidolmasdan Shohruxga ham qo'shib yubordim. Shohrux o'zim ukamni yeb qo'ygan, banamni ko'tarib yuraverdi uch kun. Er-xotin janjali bu. Shohruxga adovatim yo'q. Hech kim majburlagan yo'q bu videoni olishga. Men hech kim majburiyatsiz o'zim xohishim bilan aytyapman. Shohruxga ozodlik berishlarini so'rayman. O'sha kuni birinchi tergov bo'lgan kuni man narkoz holatida edim. Shohruxga nima deganimni bilmayman. Achchiq ustida og'riq bilan alam ustida nima desam dedim. Lekin Shohrux aralashgan yo'q. Mani urgan yo'q, so'kkan yo'q. Hech narsaga aralashgan yo'q. O'shaning uchun Shohruxga ozodlik berishlarini so'rayman. Unga da'voy dostonim yo'q. Shuni inobatga olishlarini so'rayman, iltimos. Shohrux utyapti, er-xotin urishdik-ku, og'riqlarimga chidolmasdan Shohruxga ham qo'shib yubordim. Shohrux o'zim ukamni yeb qo'ygan, banamni ko'tarib yuraverdi uch kun. Er-xotin janjali bu. Shohruxga adovatim yo'q. Hech kim majburlagan yo'q bu videoni olishga. Men hech kim majburiyatsiz o'zim xohishim bilan aytyapman. Shohruxga ozodlik berishlarini so'rayman. Shohrux utyapti, er-xotin urishdik-ku, og'riqlarimga chidolmasdan Shohruxga ham qo'shib yubordim. Shohrux o'zim ukamni yeb qo'ygan, banamni ko'tarib yuraverdi uch kun. Er-xotin janjali bu. Shohruxga adovatim yo'q. Hech kim majburlagan yo'q bu videoni olishga. Men hech kim majburiyatsiz o'zim xohishim bilan aytyapman. Shohruxga ozodlik berishlarini so'rayman.